Assalomu alaykum, aziz kutubxona sohasida o'z faoliyatini olib borayotgan hamkasblar. Bugungi kasb bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Kutubxonachi ayol. Balki kiyinolmas orzu qilgandek, tilloga burkanib yurmas ehtimol, kamtarin va oddiy ko'rinsa-da, lek Xudoga yaqindir kutubxonachi ayol. O'g'il, qiz o'stirib oqila, halol, jannatdan umidvor bo'lamiz xiyol. Uning hisobida necha yuz nihol, Xudoga yaqindir kutubxonachi ayol. Sha'niga tosh otib, ranjitmang zinhor. Garchi kek saqlamasi, ko'ngli beg'ubor, o'rniga javoblar qilguvchi zot bor, Xudoga yaqindir kutubxonachi ayol. Tunda ham kitoblar varaqlab gohi, qog'ozga qadalar xorg'iy nigohi, dunyoni ustuni ularmi chog'i, Xudoga yaqindir kutubxonachi ayol. Hamisha qalbida, dilida qoling, yaxshi xotirada, tilida qoling, ustoz deb har ishda duosin oling, Xudoga yaqindir kutubxonachi ayol. Yana bir bor barcha kutubxonachilarni 21 may kutubxonachilar kuni bilan tabriklayman, aziz kasbdoshlarim.